13. bab. Ötüp ketiş şeytanın harpsi idi. Hazreti İsa bu dünyadan ayrılıp, atısının yenil ketadigan vaqtning yetib kelganligini bildi. O, bu dünyadaki öz adamlarga bo'lgan mehr muhabbetini burunli ko'rsatgan bo'lib, uning qanchalik cho'nqurligini endi to'liq ko'rsatmoqchidi. Hazreti İsa shogirdi bilan kashf tamoqda birga bo'ldi. Shayton burun Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotning ko'ngliga Hazreti İsa'ni Yahudi oqsoqoliga tutib berish vasvasasini solgan edi. Hazreti İsa otasining hamma huquqni o'ziga omonat qilganligini, otasi Xudoning yenidan kelib, Xudoning yeniga ketadiganligini bilatdi. U dasturxondan turib, to'nini yeshib, bir lo'ngi bilan belini bog'ladi. Ondan bir javurga su quyib, shogirdlarning putlarini yuyishga va beliga bog'lan lo'ngi bilan eritib quritishga boshladi. Navbat Simon Petrus kelganda Petrus: "Hey Rabbim, putumni siz yuvsangiz, qandoq bo'lg'ini?" dedi. Hazreti İsa uningga: "Nima qilayotganimni hozir tushunmaysan, lekin keyin tushunasan" dedi. "Men putumni hargiz sizga yug'izmayman" dedi Petrus. "Putingni yumsam, sen men bilan birga bo'lolmaysan" degan javobni qaytardi Hazreti İsa. Simon Petrus: "Hey Rabbim, undaqda putlarimni emas, qo'llarimni, beshimni yug'aysiz" dedi. Hazreti İsa uningga: "Yunib bo'lgan odamning qayta yunishining hojati yo'q. Faqat putlarini yusila, bütün azosi pok bo'ladi. Sizlarmi gunohlaringlardan pok, lekin hammanglar emas" dedi. Hazreti İsa o'zini kimning tutib berdiganligini bilatdi. Shuning uchun u hammasiningla pok emasligini degan edi. Hazreti İsa ularning putlarini yuvib bo'lgandan keyin to'nini kiyib, yana dasturxonga o'tirdi va ularga bundoq dedi: "Sizlar nima qilganligimni tushundinglarmi? Sizlar meni Rabbim va ustozim deysizlar. Rost aytsizlar. Amaliyotmi shundoq. Men Rabbinglar va ustozinglar turuqliq putlaringlarni yuvgandikin, sizlarmi bir-biringlarning putlarini yuyishinglar kerak. Bu sizlarningmi menga o'xshash boshqalarga xizmat qilishinglar uchun ko'rsatgan ulgamdir. Bilib qo'yinglarki, qul xo'jayindan ustun turmaydi. Elchimi o'zini avatkuchidan ustun turmaydi. Bu ishlarni bilgan ekansizlar. Sizlarmi shundoq qilsanglar, naqadar baxtliksizlar. Sizlar gunohlaringlardan pok degan so'zim hammanglarga qartilgan emas. Men tanlganlarimni bilaman, lekin muqaddas yozmalarda oldin aytilgan: "Men bilan hamdastxon bo'lib, nenimni yegan do'stim mendan yuz o'rdi" degan bu so'z amalga oshirilishi kerak. Sizlarga bu ish yuz berishdan avval aytib qo'yayki, u ishlar yuz berganda mening menga bo'g'ichi ekanligimga ishonisizlar. Yana shuni bilib qo'yinglarki, men avatgan har qanday bir kishini qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilganlar bo'lsa, meni avatkichi Xudoni qabul qilgan bo'ladi. Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin qattiq azoblangan holda o'chig'ini aytdi: "Bilib qo'yinglarki, oranglarda biraylan menga sotqinlik qiladi." Shogirdlar kimni da'vatqonligini tushunmay bir-biriga qarashdi. Hazreti İsa intayin yaxshi ko'rdi deb qaragan shogird uning yanida yonpashlab yotadi. Simon Petrus uningga Hazreti İsa'dan kimni demoqchi bo'lganligini so'rab beqishni ishorat qildi. Shunga u
Hazreti Aysoga yaqin kelib, töven ovozda: "Ey Rabbim, sizga sotqinlik qiladigan kim?" deb so'radi. Hazreti Ayso: "Bir kishlam nonni oshga to'girib, kimga sunsam, shu" deb javob berdi. Keyin u nonni oshga to'girib, Simonning o'g'li Yahuda Ishqariyotga sundi. Yahuda nonni ilishig'la ichiga shayton kirdi. "Qiladiganingni chopsan qil", dedi Hazreti Ayso uningga. Dasturxonda o'tirganlarning hech qaysisi Hazreti Aysoning Yahudaga bu so'zlarni nima uchun qilganligini tushunmadi. Ularning o'rtaq puli Yahudada bo'lganlikdan ba'zilar Hazreti Ayso uningga "Hechlik narsani elib kel" yoki "Kambag'allarga bir narsa ber" demoqchi bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Yahuda nonni elibla tashqariga chiqib ketdi. Bu chog' kecha edi. Yahuda tashqariga chiqib ketgandan keyin Hazreti Ayso mundaq dedi: "Endi inson o'g'lining shon sharifi ko'rinadigan vaqt soat yetib keldi. U orqali Xudoning shon sharifimi ayon bo'ladi. Xudoning shon sharifi u orqali ayon bo'lgan ekan, Xudo o'zimi inson o'g'lining shon sharifini darhol ayon qiladi. Bolalarim, mening endi sizlar bilan birga bo'lgan vaqtim oz qoldi. Keyin sizlar meni izlaysizlar. Lekin Yahudi oqsoqollarga aytganimdek, sizlarga aytmanki, men bordigan yerga sizlar bora olmaysizlar. Hozir sizlarga yangi bir amr beraman. Bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Sizlarni so'ygunimdek, sizlarmu bir-biringlarni so'yinglar. Bir-biringlarga mehr muhabbatinglar bo'lsa, hammanglar sizlarning mening shogirdlarim ekanliginglarni taniydi." Simon Petrus Hazreti Aysodan: "Ey Rabbim, qayerga borsiz?" deb so'radi. "Men ketadigan yerga hozircha agishib bora olmaysan, lekin keyin borasan" deb javob berdi Hazreti Ayso. Petrus uningga: "Ey Rabbim, nima uchun hozir sizning kayningizdan bora olmayman? Siz uchun jinim pido" dedi. Hazreti Ayso mundaq dedi: "Men uchun rostinla jining pidomi? Bilib qo'yginki, g'o'raz chillashdan burun sen mendan 3 qitim tonisan."